2026-yilda X-Media'ni oldiga qo'ygan maqsadlardan biri bu kosmetologiya bozorida 80% kosmetologlarni ushlash va 80% kosmetologlarning ishini ko'rsatib berish. Bulardan bittasi Ozoda bo'ladi. Assalomu alaykum Ozoda. Biz X-Media'mizga kelib o'zingizdan bitta naqa olmoqchimiz. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri oddiy olmoqchimiz. Qanaqa natijalar bo'ldi? Qisqacha ma'lumot berib o'taman hozir. Sizlarga kirib kelganimdan buyon 17 mingta taxminan podpischigim bor edi. Hozirgi vaqtda 80 mingtaga yaqin podpischigim bor. Podpischik mayli o'z yo'liga, lekin shunga yarasha auditoriyam, klient bazasi juda ham yaxshi kirib keldi menga. Yangi joyda yangi ish faoliyatimni olib borganim uchun ko'pchilik bilmasida X-Media meni tanitib, yana ham ko'rsatib olamga juda ham zo'r ishlashdi men bilan. Qattiqroq rahmat. Ya'ni biz bilan ishlashda birinchi bo'lib odamlarga hozir nima deydi, baribir narx bilasiz, bizning komandamiz katta va narximiz ham shunga yarasha, sifatimiz ham baribir shunga komandaga qarab bog'liq bo'ladi. Narxlar qanaqa sizda? Narxlar to'g'ri qimmat, lekin sifatga yarasha. Bolalarning ishlashiga qarab narxi ham shunga yarasha. Hazilakam inson ishlanmaydi sizlarda. X-Media'ni boshqalarga keling, mana shu bizani ham kuzatasiz baribir. Boshqalar bermagan taklif, ya'ni boshqalarga nima deb taklif bergan bo'lardingiz? Boshqalargami? Yangi ish boshlamoqchi bo'lganlarga ishlashinglarni, kech qolmasliklarini taklif berardim. Men juda ham kech qoldim deb o'ylardim, lekin hali ham vaqtida ulgurdim. Rahmat, hamkorligimiz bardavom bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Siz bilan ham biz maza qilib ishlaymiz.